Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun biz 4-mavzuga keldik. Xo'p, mavzu nomimiz linear functions. Biz bugun o'rganadigan qoidalarimiz birinchi yozib oldim. Birinchi bizda o'sha kx plus b ko'rinishdagi linear uravnilar bilan bitta shug'ullanib olamiz. Ikkinchisi ikkita nuqta orqali o'tuvchi to'g'risoqda xoslarni ko'rib chiqamiz va uchinchi bizda ko'rib chiqadigan narsamiz qachon ikkita funksiyamiz bitta nuqtaga kesishadi. Qachon ikkita funksiyamiz parallel bo'ladi, perpendikulyar bo'ladi va ustma-ust tushadi. Uchta o'sha ma'lumotlar juda muhim hisoblanadi mavzu bo'yicha. O'shalarni birin-ketin ko'rib chiqamiz. Birinchi boshlanadiganimiz umumiy y teng kx plus b funksiya bilan tanishib olsak. Bu bizda to'rt chiziqli funksiya tenglamasi y teng kx plus b. Bu yerdan k'miz burchak koeffitsient deydi. Xo'p, esa esa slope. Ya'ni burchak koeffitsient slope. Bu bizda b ozod xat. Bunda inglizchasi hech qanaqa anonsi yo'q. Tarjima so'ralmaydi, ozod xat deb qo'ysak bo'ladi. Va y'imiz funksiya. Xo'p. Bizda deklarativ koordinat sistema bor. Bitta o'qi x, bitta o'qi y. Xo'p, absissalar variantlar o'qi. Bizda slope'ga bog'liq holda to'g'risig'imiz yoki o'suvchi yoki kamayuvchi bo'ladi. Masalan, k'miz katta 0 bo'lsa, bu degani bizda funksiya o'suvchi funksiya degan bunaqa funksiya bo'ladi. Ya'ni x ning qiymati ortib borgan sari y ning ham qiymati ortib ketadi. O'suvchi funksiya bo'ladi. O'suvchi deb yozib qo'ysak bo'ladi. Endi ikkinchi holatda k'miz kichkina 0 bo'lsin. K'miz kichkina 0 bo'lganda bizda kamayuvchi funksiya hosil bo'ladi. Mana. Bunda x ning qiymati ortib ketaveradi, y ning qiymati kamayib ketaveradi. O'shancha funksiyamiz bizda kamayuvchi funksiya bo'ladi. Yozib qo'yamiz bunda. Bu bizda kamayuvchi funksiya. Xo'p. Bizda kamayuvchi funksiya. Xo'p, buni yozib oldik. Endi o'suvchi kamayuvchiligini bilsak bo'ldi. Endi ikkinchi qismga o'tamiz. Bu birinchi qism mavzu deylik. Endi ikkinchi qismimiz. Ikkinchi qism bizda ikkita nuqta orqali o'tuvchi to'g'risoq tenglamani tuzib olamiz. Bizda masalan bitta nuqtamiz A deb belgiladigan bo'lsak, nuqtamiz koordinatlarimiz x1 y1. B nuqtamiz koordinatlari x2 y2. Mana shu ikkita nuqta orqali o'tuvchi y teng kx plus b funksiyani umumiy tenglamasini tuzib olamiz. Tuzishni boshlaymiz. Значит, qachonki x ga x1 bersak, y'imiz y1 qabul qilyapti. Qo'ya olamiz. Xo'p, y1 teng k ko'paygan x1 plus b va ikkinchi nuqtani topib olamiz. Qachonki x ga x2 bersak, y'imiz 2 qiymat qabul qilib turibdi. Yoza olamiz. y teng k ko'paygan x2 plus b tenglama keladi. Xo'p, yuqoridan past ayiradigan bo'lsak, nima hosil bo'ladi? y1 minus y2 ifodamiz teng k x1 minus x2 bilan qisqaradi. Bundan ko'rinib turibdiki, agar k ni topmoqchi bo'lsak, y1 minus y2 bo'lingan x1 minus x2 ifodaga murojaat qilamiz. Bu har doim shunday. Masalan, ikkita nuqta orqali o'tadi funksiyamiz. x1 y1 va x2 y1, x2 y2. Mana shundan slope top desa, biz birdaniga y1 minus y2 bo'lingan x1 minus x2 formula murojaat qilib ishlab ketsak bo'ladi. Endi ikkinchi holda biz endi b ni topishimiz kerak. B ni qanday topamiz? K ni o'rniga mana shu ifodani qo'yamiz. Masalan, birinchi tenglama qo'ysak, y1 teng k ni o'rniga qo'yaylik birdan ifodani. Sudrab yurmaylik buni. y1 minus y2 bo'lingan x1 minus x2 ko'paygan x1 qo'shilgan b. Ifodani o'tkazib qo'yamiz bu tomonga. B teng. Xo'p, y1 minus y1 minus y2 bo'lingan x1 minus x2 ko'paygan x1. Buni ifodani x1 minus x2 ko'paytirishimiz mumkin. Ko'paytiradigan bo'lsak, x1 ko'paygan y1 ayrilgan x2 ko'paygan y1 va qo'shilgan y1 x1 yo qo'shilgan bo'lsa, birinchi ayrilgan ekan. Xato qildik.
Hop, minus x1 y1 va qo'shilgan x1 y2 bo'lingan x1 minus x2 ifoda ekan. Bundan o'xshashlarni hisoblab qo'ysak bo'ladi. Ya'ni x1 y1 ifodalar bir xil ekan. Buni yozib olamiz. Bu bizda x1 ko'paygan y2 x2 ko'paygan y1 bo'lingan x1 minus x2 ifoda kelar ekan. Ya'ni umumiy holda yozib olsak y teng, hop, y1 minus y2 bo'lingan x1 minus x2 x va qo'shilgan x1 y2 x2 y1 qo'shilgan x1 minus x2. Men bu formulani umuman ishlatmayman. Men o'sha yo'l-yo'lakay misolga qarab ishlab ketaveraman. Lekin biz umumiy formula chiqarib qo'yganmiz o'zimiz uchun. Yaxshi. Foydalamasak-da nima qilishimizni bilib olsak bo'ldi. Ana endi 3-chi o'rganadigan narsamiz bizda ikkita to'g'risoq berilgan. Xo'p, birinchi to'g'risoq tenglamamiz bizda y teng k1 x plus b1. Ikkinchi tenglamamiz k2 x plus b2. Biz topishimiz kerak ikkita to'g'risoq qachon bitta nuqtaga kesishadi, qachon o'zaro parallel bo'ladi, perpendikulyar bo'ladi va ustma tushadi. Birinchi bitta nuqtaga kesishini ko'ramiz. Bitta nuqta deylik. Xo'p, bizda k1 k2 ga teng bo'lmasa, ikkita to'g'risoqimiz bitta nuqtaga kesishadi. Xo'p, ko'rinishi примерно bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ham bitta nuqtaga kesishadi. Bular o'zaro perpendikulyar emas, parallel emas. Xo'p, ustma-ust ham tushmaydi, faqat bitta nuqtaga kesishib qoladi. Bo'ldi, ikki to'g'risoqimiz. Ayni ikkinchisi bizda qachon ikkalasi parallel bo'ladi. Agar bizda k1 teng k2 bo'lsa va b1 b2 ga teng bo'lmasa, ikkita to'g'risoqimiz parallel bo'ladi va o'zaro kesishmaydi. Ya'ni to'g'risoqimiz примерно masalan bunaqa joylashadi. Ya'ni orasida masofa o'zgarmay ketaveradi. Ya'ni ikkalasi parallel. Bular o'zgarmaydi masofasi. Va o'shanda ikkalasi umuman kesishmaydi. Va uchinchisi qachon ikkita to'g'risoqimiz o'zaro perpendikulyar bo'ladi. Qachonki k1 ko'paygan k2 miz teng minus 1 bo'lsa, ikki to'g'risoqimiz o'zaro perpendikulyar bo'ladi. Grafiga примерно, masalan, bittasi bunaqa o'tsa, ikkinchisi bunaqa o'tishi kerak. Ya'ni ular orasi necha gradus bo'lishi kerak ekan? 90 gradus bo'lishi kerak ekan. Va to'rtinchisi bizda qachon ikkalasi ustma tushadi? Ustma-ust. Xo'p, ustma-ust tushish uchun bizda agar k1 ham teng k2 ga, b1 ham teng b2 ga teng bo'lsa, ikkita to'g'risoqimiz bizda o'zaro ustma-ust tushadi. Ya'ni ikkalasi ham bitta to'g'risida joylashgan. Bu bizda ustma-ust bo'ladi. Ustma-ust. Xo'p. To'g'risoqlar bo'yicha umumiy 3 ta formula mana shulardan iborat edi. Hozir endi biz ICIT Tashkent kitobidagi savollarga yechim qilamiz. Xo'p, bizni kuzatishda davom eting. Hozir davom etamiz.